다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 당근을 나르고 있습니다. 2번. 당근을 뽑고 있습니다. 3번. 당근을 씻고 있습니다. 4번. 당근을 자르고 있습니다. 정답은 4번입니다. Eps topik birinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Sabzini tashyapti. Ikkinchi. Sabzini sugurib olyapti. Uchinchi. Sabzini yuyapti. To'rtinchi. Sabzini kesyapti. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 청소기. 2번. 마이크. 3번. 사진기. 4번. 컴퓨터. 정답은 2번입니다. Eps topik ikkinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Changyutgich. Ikkinchi. Mikrofon. Uchinchi. Fotoapparat. To'rtinchi. Kompyuter. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어와 비슷한 말은 무엇입니까? 사인하다. 1번. 서명하다. 2번. 차지하다. 3번. 합격하다. 4번. 부담하다. 정답은 1번입니다. Eps topik uchinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'z bilan o'xshash so'zi nima? Imzo qilmoq. Birinchi. Imzo qo'ymoq. Ikkinchi. Egallamoq. Uchinchi. Imtihondan o'tmoq. To'rtinchi. Mas'uliyatli. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 칫솔, 비누, 샴푸, 수건. 1번. 작업도구. 2번. 청소도구. 3번. 세면도구. 4번. 조리도구. 정답은 3번입니다. Eps topik to'rtinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zlar bilan bog'liq narsa nima? Tish cho'tkasi. Sovun. Shampun. Sochiq. Birinchi. Ish qurollari. Ikkinchi. Tozalash anjomlari. Uchinchi. Yuvinish anjomlari. To'rtinchi. Oshxona jihozlari. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이번 주 토요일부터 휴가라서 고향에 갑니다. 토요일에 을 해서 다음 주 금요일에 돌아오려고 합니다. 1번. 출장. 2번. 결근. 3번. 입학. 4번. 출국. 정답은 4번입니다. Eps topik beshinchi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Shu hafta shanbadan boshlab ta'til bo'lgani uchun vatanimga ketaman. Shanba kunida. Niqilib kelasi hafta juma kuni qaytib kelmoqchiman. Birinchi. Xizmat safari. Ikkinchi. Ishga kelmaslik. Uchinchi. O'qishga kirish. To'rtinchi. Chetga chiqish. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.
저는 토요일마다 배드민턴 동호회에 나갑니다. 동호회. 한국 사람들을 사귈 수 있어서 좋습니다. 1번. 가도록. 2번. 가느라. 3번. 가면. 4번. 가도. 정답은 3번입니다. Epps topik 6-chi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Men har shanba badminton togaragiga boraman. Togarakka. Koreys odamlar bilan tanishim mumkinligi uchun yaxshi. Birinchi. Boradigan. Ikkinchi. Boraman deb. Uchinchi. Borsam. To'rtinchi. Borsam ham. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 지금 과장님께서 회의 중이십니다. 죄송하지만 1시간 후에 전화해 주십시오. 1번. 멀리. 2번. 아까. 3번. 다시. 4번. 벌써. 정답은 3번입니다. Epps topik 7-chi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Hozir bo'lim boshligi yigilishdalar. Kechirasiz, lekin 1 soatdan keyin. Qondiroq qiling. Birinchi. Uzoqdan. Ikkinchi. Hozirgina. Uchinchi. Yana. To'rtinchi. Allaqachon. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 저는 지난 주말에 친구들과 함께 영화도 보고 고향 음식도 만들어 먹었습니다. 이번 주말에도 친구들을 씹습니다. 1번. 보내고. 2번. 칭찬하고. 3번. 배우고. 4번. 만나고. 정답은 4번입니다. Epps topik 8-chi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Men o'tgan dam olish kunlari do'stlarim bilan birga film ham ko'rib vatanim taomini tayyorlab yedik. Bu hafta oxirida ham do'stlarimni xohlayman. Birinchi. Yuborishni. Ikkinchi. Maqtashni. Uchinchi. O'rganishni. To'rtinchi. Uchrashni. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 탑승권에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 9번 자리에 앉으면 됩니다. 2번. 이 비행기는 김포로 갑니다. 3번. 비행기는 4시 반에 도착합니다. 4번. 4시부터 비행기를 탈 수 있습니다. 정답은 2번입니다. Epps topik 9-chi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi chipta haqidagi tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. 9-o'ringa o'tirsa bo'ladi. Ikkinchi. Bu samolyot Kimpo shahriga boradi. Uchinchi. Samolyot soat 4:30 da yetib boradi. To'rtinchi. Soat 4 dan boshlab samolyotga chiqish mumkin. To'g'ri javob ikkinchi variant. 직장 내 동호회 활동이 필요하다고 생각하는 이유에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 동료들과 좋은 관계를 유지한다는 대답이 절반을 넘습니다. 2번. 스트레스가 풀린다는 대답이 가장 적습니다. 3번. 스트레스 해소보다 건강이 좋아진다는 대답이 더 많습니다. 4번. 직장 생활이 즐거워진다는 대답이 2번째로 많습니다. 정답은 4번입니다.
Epps topik 10-savol. Ish joyidagi to'garak faoliyati kerak deb o'ylashlari sababi haqidagi tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Hamkasblar bilan yaxshi munosabat saqlash degan javob yarmidan oshadi. Ikkinchi. Stress kamayadi degan javob eng kam. Uchinchi. Stress kamayishidan ko'ra sog'liq yaxshilanadi degan javob yanayam ko'proq. To'rtinchi. Ish hayoti qiziqarli bo'ladi degan javob ikkinchi o'rinda. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 이 사람의 국적은 어디입니까? 1번. 창원입니다. 2번. 등록증입니다. 3번. 일리아입니다. 4번. 러시아입니다. 정답은 4번입니다. Epps topik 11-savol. Bu odamning millati qayer? Birinchi. Changvon. Ikkinchi. Ro'yxat guvohnomasi. Uchinchi. Ilya. To'rtinchi. Rossiya. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 이 표지는 무슨 뜻입니까? 1번. 물건을 다른 곳으로 옮기지 마십시오. 2번. 여기에 물건을 버리지 마십시오. 3번. 물건이 위험하니까 만지지 마십시오. 4번. 이 물건을 사용하지 마십시오. 정답은 1번입니다. Epps topik 12-savol. Bu belgi qanday ma'no? Birinchi. Buyumni boshqa joyga ko'chirmang. Ikkinchi. Bu yerga buyum tashlamang. Uchinchi. Buyum xavfliligi uchun tegmang. To'rtinchi. Bu buyumni ishlatmang. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한국의 결혼식에는 전통 혼례와 서양식 결혼식이 있습니다. 저는 결혼을 하게 되면 전통 혼례보다는 서양식 결혼식을 1번. 끝낸 적이 있습니다. 2번. 끝내고 싶습니다. 3번. 한 적이 있습니다. 4번. 하고 싶습니다. 정답은 4번입니다. Epps topik 13-savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Koreyaning to'ylarida an'anaviy to'y va zamonaviy to'y bor. Men turmush quradigan bo'lsam, an'anaviy to'ydan ko'ra zamonaviy to'yni. Birinchi. Tugatib ko'rganman. Ikkinchi. Tugatishni xohlayman. Uchinchi. Qilib ko'rganman. To'rtinchi. Qilishni xohlayman. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 저는 지금 다니는 회사가 마음에 듭니다. 그래서 이번에 근로계약이 만료되면 계약을 1번. 갱신하는 편입니다. 2번. 거절하는 편입니다. 3번. 거절하고 싶습니다. 4번. 갱신하고 싶습니다. 정답은 4번입니다. Epps topik 14-savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Men hozir qatnayotgan kompaniyam menga yoqadi. Shuning uchun bu safar mehnat shartnomasi tugasa shartnomani. Birinchi. Yangilaydiganlardanman. Ikkinchi. Rad qiladiganlardanman. Uchinchi. Rad qilishni xohlayman. To'rtinchi. Yangilashni xohlayman. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 요즘 한국에서는 은행에 가지 않고 인터넷으로 은행 업무를 봅니다. 원하는 시간에 송금이나 계좌 이체 등을 할 수 있어서 바쁠 때 매우 편리합니다. 1번.
인터넷 뱅킹. 2번. 계좌 이체. 3번. 통장 정리. 4번. 현금 인출기. 정답은 1번입니다. Apps Topic 15-savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Hozirgi kunda Koreyada bankka bormay internet orqali bank ishlarini ko'raman. Xohlagan vaqtda pul o'tkazish yoki hisobdan hisobga o'tkazish mumkinligi uchun band paytda juda qulay. 1. Internet bank. 2. Hisobga o'tkazish. 3. Hisob kitobini tartibga keltirish. 4. Naqd pul yetish banki. To'g'ri javob 1 variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 저는 활발한 편입니다. 사람들과 이야기하는 것을 좋아합니다. 제 직장 동료 타타 씨는 얌전하고 조용한 편입니다. 그리고 아주 친절합니다. 1번. 외모. 2번. 성격. 3번. 취미. 4번. 가족. 정답은 2번입니다. Apps Topic 16-savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Men faollardanman. Odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. Mening ish joyimdagi hamkasbim Tata janob esa muloyim va sokin. Hamda juda mehribon ham. 1. Tashqi ko'rinish. 2. Xarakter. 3. Hobbi. 4. Oila. To'g'ri javob 2 variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 일을 하다가 다른 사람과 문제가 생길 수도 있습니다. 이때 문제를 해결하기 위해서는 상대방이 자신과 다르다는 것을 인정해야 합니다. 그리고 상대방의 이야기를 잘 들어주어야 그 사람의 입장을 이해할 수 있습니다. 부탁이나 거절을 할 때에는 죄송합니다만으로 부드럽게 말을 시작하는 게 좋습니다. 1번. 자신의 입장을 잘 설명하는 것이 중요합니다. 2번. 상대방과 자신의 차이를 인정해야 합니다. 3번. 상대방이 잘못한 점을 분명하게 말해야 합니다. 4번. 거절할 때는 부드럽게 말하면 오해할 수 있습니다. 정답은 2번입니다. Apps Topic 17-savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Ishlayotib ba'zan boshqa odam bilan muammo chiqishi mumkin. Bunday paytda muammoni hal qilish uchun suhbatdosh o'zingizdan farq qilishini tan olish kerak. Hamda suhbatdoshning gapini yaxshilab tinglasangizgina u odamning nuqtai nazarini tushuna olasiz. Iltimos yoki rad etishda kechirasiz, lekin deb muloyim qilib boshlash yaxshi. 1. O'z fikrini yaxshi tushuntirish muhim. 2. Suhbatdosh bilan o'zingizning farqingizni tan olish kerak. 3. Suhbatdoshning xatosini aniq aytish kerak. 4. Rad etayotganda muloyim gapirsangiz, tushunmovchilik bo'lishi mumkin. To'g'ri javob 2 variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 한국인들은 회사에서 사람을 부를 때 직책에 님을 붙입니다. 직책이 사장이면 사장님, 부장이면 부장님으로 부르는 것입니다. 부장님이 여러 명이면 김 부장님, 이 부장님처럼 성을 붙여 부르면 됩니다. 동료나 직위가 비슷한 사람에게는 이름에 씨를 붙여 리안 씨, 흐엉 씨라고 부릅니다. 1번. 동료에게는 이름에 씨를 붙여 부릅니다. 2번. 직책이 같은 사람이 많으면 이름을 불러야 합니다. 3번. 직책이 부장이면 사장님으로 높여서 부릅니다. 4번. 직위가 비슷한 사람은 님을 붙여 부릅니다.
정답은 1번입니다. Eps topik 18-savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Koreyslar ishxonada odamni chaqirganda lavozimiga nim qo'shiladi. Agar lavozimi sajang bo'lsa, sajangnim, pujang bo'lsa, pujangnim deb chaqiriladi. Agar bir nechta pujang bo'lsa, familiyasini qo'shib Kim pujangnim, I pujangnim deb aytilsa bo'ladi. Hamkasb yoki lavozimi o'xshash odamlarga esa ismiga shi qo'shib Rihan shi, Huang shi deb chaqiriladi. Birinchi. Hamkasbga ismiga shi qo'shib chaqiriladi. Ikkinchi. Lavozimi bir xil odamlar ko'p bo'lsa, ismini aytish kerak. Uchinchi. Lavozimi pujang bo'lsa, sajangning deb balandlatib chaqiriladi. To'rtinchi. Lavozimi o'xshash odamga nim qo'shib chaqiriladi. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 목재나 얇은 금속유 등을 접합시킬 때 필요한 도구로 드라이버를 이용해 고정시킵니다. 1번 용접봉 2번 스패너 3번 나사못 4번 밴딩기 정답은 3번입니다. Eps topik 19-savol. Keyingi tushuntirmaga eng mos so'zni tanlang. Yog'och yoki yupqa metall kabilarni biriktirishda kerak bo'ladigan asbob bo'lib, otvertka yordamida mahkamlanadi. Birinchi. Elektrod. Ikkinchi. Gayka kaliti. Uchinchi. Shurup. To'rtinchi. Bukish moslamasi. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 바퀴가 하나밖에 없지만 적은 양의 비료나 흙, 모래 등을 운반할 때 편리한 작업 도구입니다. 1번 일륜차 2번 환풍기 3번 사다리 4번 바구니 정답은 1번입니다. Eps topik 20-savol. Keyingi tushuntirmaga eng mos so'zni tanlang. Gildiragi bittadan ortiq yo'q bo'lsa ham biroq oz miqdordagi ogit yoki tuproq, qumni tashishda qulay bo'lgan ish quroli. Birinchi. Bir gildirakli arava. Ikkinchi. Ventilyator. Uchinchi. Narvon. To'rtinchi. Savat. To'g'ri javob birinchi variant.